Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisiz azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 31-mart sanasi. Esingizda bo'lsa, bunga stressga qarshi dori sepgandik. Natijasi sal bo'lsa-da farq qildi. Menga o'zimga sezildi. Lekin hali ham bor mana shu bari qaytib turishi. Oldinga nisbatan bariklari yozildi-da. Mana oldingiga nisbatan farq qildi. Bunga o'sha sepgan kunimiz kaliy nitrat degan doridan tonnasi 2,5 kilodan 5 kilo yuborgandik 1800 tadan oshiqroq ko'chatga. Ana hosillari natijasi yomon emas. Yaxshi kattaryapti mana. Yaxshi bo'ldi. Bugun mana barigini olib chiqdik. Qanday oldik barigini ham? Mana shu birinchi kistgacha bitta barig qoldirib, keyin ustidan bitta qoldirib, yana bitta mana shuni oldik bo'ldi. Mana shu yergacha hammasini olib tashlab, bitta qoldirib, birinchi kistgacha, ustidan bitta qoldirib, keyin tepadan bitta oldik bo'ldi. Qolganlari turibdi. Nasib bo'lsa shu barig olishimiz ham hosilni ancha katta bo'lishiga yordam beradi. Mana hosildorlik yaxshi ketyapti hozircha. Mana ko'rishingiz mumkin. Narigi taraflarim yaxshi. O'sha hosilni kattartiradigan kaliy nitrat berishdan oldin birinchi 4 tonna suv haydab yubordik. Keyin 2 tonna oziqali suv va yana 2 tonna oddiy suv. O'sha jami 8 tonna suv yuborildi. Suv ichgani bilinib mana barglarimiz ham yashil tusga kirdi. Qorayib yotganda yaxshi ketyapti, alhamdulillah. Mana hosildorliklar yana bir ko'rsatay. Mana shu yerlardan ham bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha. Keyin yana nima ishlar qilyapmiz, shu yerda ham qo'yib boraveraman. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.